Bahorda dalachilarga sotib ham 9-10 million atrofida daromad qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlarmi, tuzimsizlar? Shu qo'ramizni, shu yerdagi qo'ramizni, keyin naryadagi qo'ramizni go'ngini sotib oldik. Dalachilar mana o'zlari qoplab olib ketishyapti. Hali bu yoqda bor, bu yoqda bor. Bu narigi qo'ra, bu qo'ralar bor. Shularning go'ngini ham mana qalinligini ko'ringlar. Qo'polon bo'lib etsa bo'ladi. Xalq tilida aytadi-ku, ana bo'qdan ham pul qiladi deyshadi-ku. Shu qo'y axlatidan ham kerak bo'lsa, bahorda dalachilarga sotib ham 9-10 million atrofida daromad qilsanglar bo'ladi. Bu misol tayyor o'g'it. Buni baribir dalachilar oladi. Shuning uchun dalachilarga sotsanglar ancha foydali, bekorga ham tegi shiltasi chiqib yotmaydi yeringlarni. Ham foyda ko'rasizlar. Mana sizlarga chorvada baraka bor deb bekorga aytishmaydi. Hattoki go'ngini ham sotib ham foyda ko'rsanglar bo'ladi. Hammalar chorvalarga baraka bersin, ishinglarga omad.